Erkaklar siqilsa hech narsa qila olmaydi. Borib sevgilisiga aytolmaydi, dollarga o'xshab ko'rinadi. Oilasiga unaqa melish narsalarni tushuntira olmaydi. O'rtoqlariga tushuntirsa, o'rtoqlariga ustidan kulishadi yo gapni boshqa joyga burishadi. Yagona qiladigan ishi xonasiga kirib shiftga qarab soatlab yotadi yo gaplashayotgan paytingizda bir nuqtaga qarab qolishadi. Erkakligimni oson deb o'ylamayman, chunki ayollar o'zingizlar o'ylanglar, biz siqilsak borib qo'shnimizga, o'rtog'imizga, oyimizga, singlingizga, любой odamga yig'lab beramiz, dardimizni tushuntira olmaymiz. Erkaklar unaqa qila olmaydi. Adam aytardilar, bitta erkakning ichidan o'tganini, siqilganda ichidan o'tgan his-tuyg'usini bitta ayol his qiladigan bo'lsa, 72 suyagi qaqshab ketadi, yuragi dosh bermaydi dedilar. Mana shu narsaga men ishonaman. Chunki erkak kishiga, ayol kishiga mos xislat berilmagan ojizalik. Ular mard bo'lishga majbur.